Shoshilinch xabar. Bugun ayrim joylarda kuchli shamol kuzatilmoqda. Assalomu alaykum tomoshabinlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Ushbu xabar barcha fuqarolarga tezda yetib borishi uchun video ostiga like bosing. Like bosgan qo'lingiz dard ko'rmasin. O'zgidromet 5-fevral kuni respublika bo'yicha kuchli shamol va chang to'zon kuzatilishi mumkinligi haqida tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Ma'lum qilinishicha, bugun kunduz kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Buxoro, Navoiy, Toshkent, Samarqand, Jizzax, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatining ayrim hududlarida shamol tezligi 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi kutilmoqda. Ayrim joylarda esa shamol tezligi 20-22 metr/sekundgacha yetib, chang to'zon bilan kuzatilishi kutilmoqda. Toshkent shahrida shamol tezligi 12-14 metr/sekundgacha kuchayishi prognoz qilingan. Avvalroq O'zgidromet 5-9 fevral kunlari kutilayotgan yog'ingarchilik, ob-havoning o'zgarishi sababli respublikaning tog'li hududlarida qor ko'chish xavfi mavjudligi haqida e'lon qilgan edi. O'zingiz va oilangizni asrang.